Generalniy Daveniskiy so'rovkanlar uchun promoy dehqondan chiqyapti. 2021-yil kraskalar top-toza, yangi balonlarda podnoshkalarga uстановка qilib qo'yilgan, orqa oynalarda tonirovkalari bor. Salonlari ham yaxshi bo'lib turibdi, yomon bo'lib ketmagan, patologlari ham oppoq. O'zingiz uchun bitta qilib olsanglar, mashina yana yangidek holatga keladi. Yaxshi qimmat chexollarda Merzbarlari bor. Linoleum polkalarga solib qo'yilgan, video registratorlarga uстановка qilingan, o'zini halol yurgan probegi 140 ming kilometr bo'libdi. Bonusiga pul qo'shib berilyapti. Pul olib qo'ygan ekanlar, hali uстановка qilishga ulgurmagan ekanlar. Oynalarigacha elektronniy qildirib qo'yganlar. Mashina chiroyli holatda. O'zlari yangi lab olgan ekanlar, yangi laboni balonni bunga taqib qo'ygan ekanlar. Avtosalondan olib chiqib bir qo'l haydalgan, hamnaqa suv sepadigan yangicha farsunkalargacha uстановка qilingan. Metan gazlari bor, motor, hadovo, korobka mostlarida umuman ishlari yo'q. Yo'llardagi dajim ham, yo'llardagi nakleykalargacha zavодской bo'lib turibdi. Xudo xolasa olib maza qilib haydaysizlar. Bozorga tayinlangan mashina emas. O'zingiz uchun aytganimdek bitta chiska qilib, bitta payoropga qo'ysanglar, mashina yana yangidek holatga keladi. Mashina xohlagan dokumentlariga chiqadi, xohlasanglar generalniy bo'ladi, xohlasanglar afarilmaydi. Olib maza qilib haydashingiz uchun $4550 bo'lsa beraveramiz. Olib foydalanib qolinglar akalar.